Kımıldamay, tez arting. Yangacha xudo bola kelyapti. रब दिखता pochcham chachin to'kib jegan opam nimaga? Yangacha shu uyni ko'karish xohlasangiz, to'lga meni maqtang. Diqqat holimga g'o'zapoya uyaman, tandir quraman. Ana qaynisinglim to'nkarilib jotib, faqat meni pochchaga yomonlaydi. Sizga yana azob beryapman shunda. Bo'ldi bu patr bitdi jazosi menda. Bekor olmani orqasidan so'chdim-da, qornim oldiryapti. Ha yo'q, men kelganimga yuragingiz dippillab uryaptimikan deb o'ylabman. Qachon uylanmoqchisiz o'zi? Menga qolsa bugun uylanaman. Faqat shu bitta opamni boshida ko'tarib yuradigan qiz olmayapman-da. Yangacha davay, boshimga chiqing ko'tarib. Tavba qildim. Voy, nima qilyapsan, qizim? Ayi ko'tarib yuravering-da. Meni grijam bor. Qancha vaqt xudo balog'i deyapsan, to'yda ikkita olatib beradi. Endi men uylanmoqchi bo'lgan qiz yangi asl kiyimlarni beruxsat kiyib sosib tashamasa, navorot o'zinikini bersa. Yangacha, endi kiyimlaringiz kiysam o'layaga. Mana, sepimda hamma kiyimlarim sizga. Qizim, sepingga qo'shib meni atlas shtanimdan beryapsan. Voy, xurmada shirin qaynisingiz bor ekan, opa. Uylanishingiz aniq bo'ldimi, xudo bola? Ya pashta aniq. Shu men uylanmoqchi bo'lgan qiz pishiq bo'lsa, tomdan tashlasa tirik qolsa-da. Siz qirani tomdan tashlasa bo'ladimi? Hozir. Onasi debsiz, hozir tomdan tashlaydi mana. Ammo oxirgi payt erga tegsam ba'zi bir qizlar uchun olimpiadada chempion bo'lganday bo'lib qoldi. Men erga tegaman. Voy o'lmasam. Opa, bo'pti, men ketdim. Voy qaynisinglim o'zini tomdan tashlab yubordimi? Ha, opa, siz qaynisinglim yomon deysiz. Qaynisingiz yomon emas ekan. Prosta yer desa tomdan tashlab yuboradiganlar xalidan ekanda.